53. bab. Biz yetkizgen bu sözlerge kim işinidu? Perverdigarning kuch qudreti kimge ayon bo'ldi? Perverdigarning xizmatkori xuddi yeni unib chiqqan ojiz moysidek, xuddi qurg'oq tuproqda yetilgan yiltizdek, Perverdigarning oldida o'sib yetildi. Uning bizni o'ziga jalb qilgudek salopatlik turqi, biz havas qilgudek go'zal siyoqimu yo'q. U kamsitildi, kishilar tarafidan rad qilindi. U azob oqibat va jabr jafoni yetkucha tortdi. Kishilar uningdan yuz o'rib nafratlendi. Uni bizmu odam qatorida ko'migan edik. Holbuki u biz tortishga tegishlik jabr jafolarni, bizning qayg'ularimizni o'z ustiga oldi. Lekin biz bo'lsak, uni Xudo jazoladi, uni Xudo urdi, Xudo uningga shundoq jabrlarni soldi deb o'yladik. Lekin u bizning itoatsizligimiz tufaylidan yaralandi. Bizning gunohlarimiz sababidan ezildi. Uning jazolanishi bilan biz tinchlikqa erishdik. Uning yaralangan teni badaliga biz shifolik topdik. Hammamiz xuddi yo'ldan ozgan qo'ylarga o'xshash, har birimiz o'zimiz bilgan yo'llarga ketdik. Lekin Perverdigar hammamizning gunohlarini uning ustiga yukladi. U zulmga uchradi, azob, oqibat chekdi. Lekin u hech qanday zuvan sürmedi. U xuddi bo'g'izlashqa ilib mingilgan qo'zidak, xuddi yung qirg'uvchining oldida yotgan qo'ydak hech qanday zuvan sürmedi. U nohaq tutib ketilib, hukm qilinib o'ltirildi. Uning taqdiri to'g'riliq hech kim parvo qilmadi. U xalqimizning qilgan itoatsizliklari tufaylidan bu dunyodan yo'qotildi. Gerçi u hech qanday yomonlik qilmagan bo'lsa-mu, hech qachon hiyla, mikrlik ishlarni qilmagan bo'lsa-mu, uningga jinoyatchilar qatoridan qabra berilgan edi. Lekin u o'lganda boylar qatoriga qo'yildi. Holbuki uning ezilishi, azob oqibat chekishi Perverdigarning irodasi edi. Uning hayoti insonlarning gunohi uchun qurbonlik qilingandan keyin u o'z avlodlarini ko'rdi hamda uzoq umr ko'rdi. Perverdigarning irodasi ashu xizmatkori orqali amalga oshirildi. U hamon o'zi chekkan jabr jafolarning mevasini ko'rib memnun bo'ldi. Perverdigar mundoq deydi: mening haqqoniy xizmatkorimning chekkan jabr jafolari orqali nurg'ulg'an odamlar haqqoniy odam deb hisoblanadi. U ularning gunohini o'z ustiga oladi. Men uningga ulug'lar qatoridan o'rin beraman. U kuchliklar bilan o'ljini tang bo'lishidi. Chunki u o'z hayotini o'limga tutib berib, gunohkorlar qatorida sanaldi.
u nurg'ulg'an odamlarning gunohini o'z ustiga ilib, ular uchun Xudoga murojaat qiladi.